Assalomualaikum Ajinza. Shukr Alloh, qalay o'zing? O'tgan yili Qivosida 2-o'rin bo'lib qoldingiz. Negizinde qaysi komanda chempion bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Ya, negizinde Pegas. Al, bu yil qaysi komanda chempion bo'lishi kerak? Pegas komandasi. Qoraqalpog'istondan eng kuchli Tven komandasi qaysi deb o'ylaysiz? Zerning komanda deb aytadimi? Bo'ldi, stop. Intervyu atmen. O'zimiz maqtayordi. Azizaga men sizga bir qator gap aytaman, siz ikkinchi qatorni aytasiz. iPhone 14 degan telefon bor ekan. Onu uslov qattiq mashaqqat ekan. Shu yerda bir avuq degan so'z aytib beraylik. Azizaga siz kishimiz bilan urushib qolsangiz, kishim sizni sirtqa chiqarmay qo'yayotgan bo'lmoq. Shu joyda necha kunlab davom etadi? 8 kun, 9 kun qatori. Azizaga haqiqatda tan oladigan vaqt keldi. Kishimdan qo'rqasizmi? Tamam. Kelingen jasliqdagi arzular haqida söylesek. Men o'zim aktyor bo'lishga qiziqadigan odam edim. Aktyor bo'lgan ne mish aytib berdi sizga? Ko'ryapsiz hozirda kinoning qanday bo'layotgani. Uni kino yomon deb aytgan yo'qman. Ya albatta kinolarimiz yomon emas, prosta kinolarimiz o'tinda. Yaxshi, Ajinazaga so'nggi vaqtlarda do'stlik kanalining bo'yida yoshlar вообще ko'payib boradi. Sen aytaman, bari yaxshilikda. Ya bundan tashqari metandagi o'chbetet вообще aytmasang ham bo'ladi. Bari yaxshilikda. Ya onisi-da yaxshi. Ronaldoning Al-Nassrga o'tganda вообще chidab bo'lmayapti. Olda yaxshilikda shu. Uzr Ajinazaga, sal qizishib ketdim. Endi oldin siz rep aytgan ekansiz, bir sizning jalli ovozdan rep eshitdim. Har bir atgan tangim quvonish bilan atadi. Nuks. Qanday edi? Har bir atgan tangim quvonish bilan atadi. Nuksim kunga gullanib boradi.